Keyin haligi asalariga o'xshab u olimni qanaqa bir shirin suhbati bo'lsa, haligisini yodlab olardi. Qarang. Eng shirin suhbatlaridan shirin joyini yodlab oladi. Unisinikiga boradi, undan ham shirin suhbatini yodlab oladi. O'tib ketgan inson bo'lsa, hali o'tib ketgan insonning kitobidan hali shirin joyini yodlab oladi. O'shna qilib Yorqinjon shunaqangi shirin narsalarni to'pladiki, shunaqangi shirin so'zlarni, shunaqangi shirin hikoyalarni, shunaqangi shirin duolarni to'pladiki, endi mana bir oy bo'libdi vafotidan oldin shu chiqarishni boshlavdi. Nimalarni to'plaganligi u kishiga nima ko'rinib turadi. Undan oldin ham o'zi qayerga o'tirsa, askiya qiladigan bo'lsa, askiyani ham eng chiroyligini qilardi. Bir kuni Yahyo hoji aka degan oshnamiz bo'lardi. Oshnalari gapga bitta qorakani olib kelsangiz, bir ilmdan foydalanib qolay debdi endi. Desa, "Xo'p" debdi. Keyin u Yorqinjonni gapga olib boribdi endi hali Yahyo hoji aka deganimiz. Olib borsa, keyin aytib beryapti, Yahyo hoji aka aytib beryapti. Boru deydi, hali gapda o'tirganlar deydi, bir nasihat eshitadigan emas ekan deydi. Hech biri deydi. Yorqinjonni ekin deydi, askiyani boshladi deydi. Askiyani boshladi deydi. Boshlovda haligi gap tugaguncha Yorqinjon aka deydi, domla deydi, askiya aytib berdi, hammasini dumalatib qo'ydi, ichini kuldirib deydi. Gap tugagandan keyin haligi sheriklarimizdan bittasi nima deydi? Menga, "Hoji aka, bu akani siz olib kelibsiz-a?" dedi. "Ha, men olib keldim" dedi. "Keyingi safar meni galim shu qiziqcha akangizdan yana bitta olib keling" deyapti deydi. Qarayda uni haligi. Uni qiziqcha aka deb o'ylabdi, qarang haligi bir davramizni qizdirgani kuldirishga olib kelgan odam deb o'ylabdi, qarang. Esing bormi? Bu odam yoshligida mana qori odam bu odam, yoshligidan beri ilm o'rgangan odam bu odam. Zamonamizda bunaqangi olim yo'q bo'lsa kerak desa, men bu hozir qilgan askiyasidan askiyachi bo'lsa kerak debman. Men ekan.